Ushbu loyiha O'zmilliybank Beshariq bank xizmatlar markazi hamkorligida Farg'ona viloyati Beshariq tumani O'ttizambar MFY 365-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sitrus qovun ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan holatda. Ekinlarni yetishtirish 88 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 25 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 40 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Muruvvat 1987 ishlab chiqarish korporativi biriktirilgan. Ushbu loyiha har bir gektardan 35 tonna, jami 350 tonna qovun hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.